Ijaraga tek qarab turgan obunachilarimiz uchun 1,5 million so'mdan tek topib qo'ydik. Chap tomonimiz Xorazm Avtotech xizmatini shunday yanginasida keling sharoitlari ega polirovka, keramika, tonirovka uchun ideal bo'lgan joy oladi. Mayda-chuyda remontlik joylarni mulk egalari taxlab beramiz dedilar. Hamma sharoitlarni 100% deb taqatib beraman, faqat girib ishini bosib bersalar bo'ldi dedilar. Berimiz tepli pol, gaz, suv, svetdan muammosi yo'q. Qo'shimchasini sklati bor. Undan tashqari obunachilar kvadrat hozir o'rtacha 2,5-2 million so'mdan o'tib ekan. 1,5 million so'mdan yana hamma narsasi ichida. Boshingizni artib o'tirmaysiz. Qo'shimchasini hozir ikkinchi qavat ham bor. Ikkinchi qavatini o'zini ham atdeli ijaraga olsangiz bo'ladi. Kattagina zonasi bor. Zapchast chaqalamiz oladigan bo'lsa, kuzov chaqalamiz oladigan bo'lsa, mayda-chuyda vajin do'ri tepaga chiqaraveradilar. Xorazm Avtotech xizmat eski Dayvatexni yonidan joy so'ragan obunachilarimiz uchun zo'r taklif chiqqaldi. Videoga bir laykni bosib yakunlanib turing. Chap tomonimiz Obulgayni ko'piridan tushib kelish, buyon tomonimiz G'oyi bozor, Taxta bozor tomonidan kelaverishimizda o'ng qo'limizda joylashgan 2 qavatli joy sotiladi. Xohlasangiz oldi qismidan, xohlasangiz orqa qismidan ham girish joylari bor. Shunday xatarna joylashgan texlar bo'yicha oxirindagi 2 dona bokslar bo'ladi obunachilar. Birinchi boksimiz do'kon sifatida foydalanishingiz uchun ideal, mramorlar qilingan, однотонный fonda turibdi. Do'kon uchun oynalari bor, qo'shimchasini eshiklari ham bor. Xullas o'zingizni biznesingiz uchun tayyor joy bo'ladi. Chiqarishimiz teshga qilingan, qo'shimchasini yonidagi boksini mo'yka sifatida foydalansangiz bo'ladi. Ikkinchi qavatdan foydalanishingiz uchun yoki ijaraga yoki sotib olishingiz uchun ham bor. Berimiz tepli pol qilingan, suv ketishi uchun kanalizatsiyalari qilingan, oldindan ham orqa tomondan ham girish chiqish xotlari bor. Ikkinchi qavati bo'ladi. Mayda-chuyda zapchastlar e'tibor etmaysiz, olib ketiladi hamma. Xohlasangiz 100% tayyorlatib beradilar, xohlasangiz galishadigan bo'lsa shu holatda qolsa ham galishilgan narxda beriladi. Bu yon tomonda qo'shimchasini ketish joylari ham bor. Xullas ekranda mulk egasining nomerini qoldiramiz. Xohlasangiz sotib olishingiz mumkin, xohlasangiz ijaraga olishingiz mumkin. Xorazm Avtotech xizmatining yonidan shunday tek qarab yaqinlansa, bu videoni ulashib qo'ying. Salomat bo'ling, sog' bo'ling.